Bu usulda sinabon tayyorlashni o'zim ham qizimdan o'rgandim. Iliq sutga tuz, shakar, droji, bir dona tuxum solib aralashtirib olamiz. Ustidan elangan un solib xamir qorishni boshlaymiz. Chala qorilgan xamirimizning ustiga rash milkni sariylardan solib xamirga yaxshilab ishlov beramiz. Xamirni ustini yaxshilab yopib, xoh issiq joyda, xoh xolodilnikda oshirib olishingiz mumkin. Bu usulni qizimdan o'rgandim deyishimga asli bir sabab bor. Sinabonni oshgan xamirni katta qilib yoyishga qiynalib, xamirdan kichkina zivalachalar yasab chiqibdi. Yasagan zivalachani o'qlov yordamida ochib, ichiga sariyog' va koritsa bilan shakarli aralashmadan sepibdi. Xamirni kichkina sinabonchalar shaklida o'rab chiqib, o'rtasidan ikkiga bo'lib olibdi. Sinabonchalarni somsa singari ustini bosib, pishirish uchun mo'ljallangan idishga chiroyli qilib terib chiqibdi. Aslida hammasi klassik sinaboncha singari qilingan. Faqat tugilishida ozgina farqi bor. O'ziga mos va xos tarzda. Nimayam dirdim, qizimni fantaziyasiga tasanno deb sizlar bilan bo'lishkim keldi. Mayda sinabonchiqlarni biroz oshirib, duxovkaga pishgani yuboramiz. Ustiga rash milkni qaymoqlari va sgushonkani aralashtirib surtib chiqamiz. Ta'miga keladigan bo'lsak, qizim tayyorlagan sinabon men uchun dunyodagi eng shirin sinabon bo'ldi. Bu retseptni yosh qiz bor, yaqiningizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha